Assalomu alaykum, hurmatli MyNews kuzatib boruvchilari. Navbatdagi munosabatlar bilan yana siz bilan efirdamiz. Xo'p, bir 2-3 kun oldin bir o'zimcha tahlil aytgan edim. Ukraina, Rossiya o'rtasidagi, xususan Kurskdagi chekinishlar to'g'risida bir xabar aytgandim. Endi u mani tahlilim emas, g'arbdagi ayrim jurnalistlar yozib, keyin o'chirib olishgan shekilli yo turibdi shekilli. Topolmadim xullas. Lekin o'shanda bir ko'zimga chalinuvdi, o'shani gapiruvdim. Shuni deyishyapti. Ular hiyla ishlatishyapti ekan. Shunaqa usuldan foydalanishsa kerak deb gapirgan edim. Keyin albatta bizni muborak heyterlarimiz, negativchilarimiz, sen qayerdan bilasan, sen urushib bilasanmi, Rossiyaga qarshimisan va hokazo gaplarni gapirishdi. Tanijonlari sog' bo'lsin. Ularni ham negativchi bor ekan, bu yaxshi. Lekin negativchidan ko'ra tanqidchini hurmat qilish kerak. Chunki tanqidchi mana bu yerda adashib ketdingiz deb to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Negativchi bir konkret fikri yo'q-u, hamma gapingga ertak deb o'tiraveradi. Umumiy gapirib qo'yaveradi. Yolg'onchi bu, ishonma. Shu. Endi hozir nima bo'ldi? Rossiyaga og'riq bormi deydigan holatga kelib qoldik-ku. Nima bo'ldi endi? Kurskdan chekingan Ukraina askarlari xuddi o'sha fikr to'g'ri bo'lib chiqdi-yu, ha? Sumiy endi to'g'ri. Suja Kurskni ma'muriy markazi, Sumiy endi Ukraina. 60 ming askar bilan kirib borishdi. Yutyapmiz deb. Va bu hiyla. Shuna deyaptan ular deb gapirib turibmiz. Oxir-oqibat nima bo'ldi? Bir o'sha videoni boshqatdan bir ko'ringlar, 2-3 kun oldin chiqarildi. Rus qo'shinlarini tum-taraqay qilib yuborishdi Ukrainlar. Belgradga bostirib kirishdi. Belgradga Demidovka degan joygacha mana xaritani ochdim. Qayerda ekan bu Demidovka degan joyi deb. Ochib oldim buni. Doim kartani ochib olaman deganman-ku. Mana. Demidovka. Kirib borishdi. Kursda 8 oydan beri bir joyda tormozlanib qolgan, bo'lmaydi bunaqasi. Qandaydir harakat bo'lish kerak, yo chekinish kerak, yo hujum qilish kerak deb gapirildi o'tgan safargi videoda. Chunki razvedka ma'lumotlarini Amerika Rossiyaga sotgandan keyin 8 oyda Kurskni qaytib ola olmagan Rossiya bir haftada qaytib oldi. Endi bu yog'i bo'ldi. Marra bizniki ekan. Bostirib boramiz deb turishuvdi. Ukrainlar darrov hiylaga nayrang qilishdi. Aytdik buni ham. Bu chegarada bo'lmaydi, ichkariga olib kirib olib, bir narsa qilishadi bular. Mana buni qayerda, bu kim aytayapti? Buni endi g'arb aytayotgan yo'q. Buni o'sha Rossiyani harbiy blogerlar aytayapti. Putinni qanchalik avtoritar prezident bo'lmasin, yaxshi tomonlari ko'p ekanda, mana shu jurnalist sifatida aytayapman. Men bir fuqaro sifatida aytmayapman. Jurnalist sifatida kasbdan kelib chiqib aytayapman. Chunki jurnalistlar eng ko'p uchraydigan holat senzura hisoblanadi. Bir narsani gapirasiz, albatta kimdir qarshi chiqadi. Yo davlat qarshi chiqadi, yo bir laganbardor qarshi chiqadi. Eng yomoni shu.
misol siz hokimni tanqid qilsangiz, hokim hali sizga gapirgan yo'q. Lekin uni laganbardori darrov hokim ko'rib qolmasin, hokimning kayfiyati tushib qolmasin, turib siz bilan urushib ketadi. Putinni tanqid qilsangiz, hali Putin tugul, Putinni bir yordamchisi yoki bironta o'ris fuqarosi emas. Putinni sevadigan bitta o'zbek o'zingizni yurtdoshingiz, vatandoshingiz sizni talab tashlaydi. Shunaqa. Hoy yomon gapirma. Hoy noto'g'ri narsa gapirma. Endi Putin nima qilibdi? Menga yoqqan tomoni. Putin harbiy blogerlarni o'sha frontga yuborganda senzuraga qarama, hech kimga qarama. Generallar bosim qilsa ham qo'rqma, men orqangdaman. Sani vazifang bitta ish. To'g'risini yoritish. To'g'risini yoritib bor. Yoz yoki ko'rsat, rasmga olasan, videoga olasan, maqola qilib yozasanmi? Faqat to'g'risini. Aldama. Voy bu Putinga yoqmaydi ekan. Bu Putinga hali tarafdorlarga yoqmas ekan deb o'ylama. Nimani ko'rsang shuni yoz. deb qo'ygan ekanda Putin. Mana shu qilig'i yoqdi menga. Qaniydi bizda ham shunaqa bo'lsa. Qarama, hokimga qarama, mana militsiyaga qarama, prokurorga qarama, ana xavfsizlikka qarama, umuman hech kimga qarama, to'g'risini yoz. Men seni orqangda turaman desa ekan, o bular bas endi. Ayrimlar biznikiga ishonib bo'ldi deb to'g'risini yozib turib tuzoqqa tushib qolishdi. Putinda bunaqa emas ekan. Mana o'sha harbiy blogerlar yozyotibdi. Tüm taraqay qochishdi, bostirib kirishyapti, Ukraina chekinyapti. Keyin nimadir bo'ldi-yu, qochib qolishdi. Hozir endi Demidovka, yana birinchi Popovka, mana Popovkani ham topdim. Yaqinlashtirsa Popovka ham nima bo'lar ekan. Sumi tarafdan, bu yerdan hujumga o'tib, Kurskdan chekinayotganlar bilan birgalikda bitta qarshi hujumni kontratakani qilishdi-da, Popovkaga kirib o'rnashib olib bir kun, bugun kecha o'rnashib olib, bugun Demidovskoga selo, administratsiya Demidovskoga. Ana shu yerga kelib olishibdi. Ular Demidovkaga kelib olishibdi. Aytib turibmiz. Va bu hiyla qilyapti deb. Yo'q. Bu shunaqada, keyin hozir endi yana bitta narsani aytaman. Mayli, oldingi gapga ishonmadilaring. Va shuna xabarlar o'qiyapman, shuna bo'lar ekan desam, yerga urib yubordilaring. Mana oqibat Demidovka Belgorodgacha kirib bordi. Mana Belgorod. Kattalashtiring. Mana. Belgorod oblastini chekkasini egallab olishdi endi. Kirib olishdi. Endi uni qaytarish kerak. Hali boshqa Ukrainaning sharqidagi mana hozir bitta Chasiv Yar bor, Liman bor, Pokrovka bor va hokazo. U yerdagi urush ketayotganlar endi hammasi nima qilamiz? Sarosimaga tushdi. Chunki oldin Kursk teparoqda edi, shimolroqda edi. Endi hozir janubroqda Belgorod. Agar bu tarafga keladigan bo'lsa, bu orqamizdan hujumga o'tishadi-yu. Biz oldidagi bilan urushamizmi, orqa bilan urushamizmi deb qoladi. Shuning uchun bu ozgina harbiy manevr, ya'ni o'zimizning tilda hiyla, u songa, iqtisodiy kuchga, harbiy kuchga qaramaydi. Harbiy hiyla o'sha yerdagi relyefga qarashi mumkin, geografik joylashuv yerlarga va razved ma'lumotlarga qaraydi xolos. Bo'ldi. Tarqatib boribdi 60 mingta askarni. Nima qilamiz endi?
to'g'ri, yana qayta tiklanadi, yana xuddi kursdagidek buni ham nima qilishadi. Endi bu safar razved ma'lumot berilarmikin Rossiyaga, Amerika tomonidan? Yoki kursda berdim. Eplolmasang nima qilay endi? Bu tarafni ham beraman, men senga adib beryapman. Sen menga nima beryapsan? Devorsa nima bo'ladi? Xo'p, endi kelajakdagi bitta yana gapni aytaman dedim. Vaqt ko'p olmayman. Oxirgi bir hafta 10 kundan beri biz nimagadir Amerika va Rossiyani o'zaro gaplashish desa bo'lmaydi-yu, kelishuv, shartlashishini kuzatyapmiz xolos. Ar-Riyodda bo'ladimi? Mana Ar-Riyodda Amerika vositachilik qildi. 12 soat davom etibdi aytishlaricha, lekin bir tayinli natija yo'q. Chiqmabdi. Mayli, Ukraina bilan Rossiya o'rtasida vositachilikni Amerika olib boryapti. Bu tushunarli. Mana aytyapman, oxirgi 10 kunda shuni kuzatyapmiz. Xitoy esdan chiqib qoldi. Putin Xitoyni unutdi yoki Xitoy Rossiyani o'z holiga qo'yib qo'ydi. Men nazarimda shunaqa tuyulyapti. Nimagadir Xitoy gapirilmayapti. Nimagadir Yevropa haqida ma'lumotlar uncha ko'p chiqmayapti. Men qidiryapman. Va Yevropa nima qilyapti ekan? Nima qilyapti Yevropa? Lekin orqa varodda Yevropa bilan Xitoy kelishuvga boryapti. Men nazarimda shuna bo'lyapti. Agar Xitoy Yevropa bilan kelishib olsa, chunki hozir sezyapti-da, Rossiya bilan Amerika kelishuvga boryapti, ertaga ikkalasi birlashib Xitoy keladigan bo'lsa, nima bo'ladi? O'shaning uchun balki Yevropani bu ikkalasini changalidan o'zimga olganim ma'quldir. Markaziy Osiyoni sekinasta olyapman. Bu ikkita zolimdan nima kerak bor urushib? Kuch ishlatib, o'zini kuchini ko'rsatib, bundan ko'ra pul berib, pul bilan hal qilsak bo'lmaydimi deb o'ylaydi-da Xitoy. O'shaning uchun agar Yevropa bilan kelishib olsa, Rossiya bilan Amerikani osonlikcha sindirib tashlashi mumkin. Hozir ham o'zi qiynaladigan sharoitda emas. Lekin meni nazarimda Yevropa bilan Xitoy o'zaro kelishyapti. O'zaro. Chunki Xitoyni bitta kamar, bitta yo'l degan loyihasi haqida biz Telegram kanalida rosa gapirganmiz. 3 yildan beri gapiramiz. Shu loyiha bo'yicha harakatlanadi deb. Shu loyiha bo'yicha Qirg'izistonga chiqadi, O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga chiqadi va bu loyihani oxiri adog'i Yevropa hisoblanadi. Suv yo'li bor, quruqlik yo'li bor. Mana shu quruqlik yo'li agar uni rejasiga birov xalaqit bermasa, yuklarni temir yo'llarda tashib boraveradi. O Yevropagacha boradi. Buning uchun hozirdan Yevropa bilan yaxshi munosabatlarga kirishish kerak. Gap shu yerda. Endi ozgina muzokaralar bilan ovora bo'lib, frontdan chalg'igan do'stlarimizga men ozgina gapirib berdim. Rostdan ham agar siz qaysi Telegram kanalmi yoki YouTube kanalmi yoki Google'dagi qaysidir veb saytingiz orqali topib olasizmi? U agar har kunlik urushdagi hisobotlarni berayotgan bo'lsa, yaxshilab o'qib oling. Ukraina askarlari Belgradga kirib borgan va o'rnashib olgan. Rossiya hududiga kirib borgan. Biz aytdik, Kursdan chekinadi, chekinib turib urushadi. Chunki Kursda urushish foyda bermayapti Ukrainalarga. Va boshqatdan kiradi demadik-da, o'sha yerda masalasini hal qiladi o'rus askarini degandik. 60 mingta askarni
atrofga tarqatib yuboribdi. Va buni rus blogerlari, harbiy blogerlar yozyapti. Shunaqa holat bo'ldi, shunaqa bo'ldi. Tarqalib ketishdi. Hozir endi Ukraina askarlari Belgradga kirgan. U blogerlarga Putin ruxsat bergan. To'g'risini yozish. Mana. Oqibat mana shunday. Endi balki bir oylarda chiqarib yuborishar. Balki agar Trump bilan yana darrov kelishsa, bir oyga ham bormas. Agar kelishuv bo'lmasa, balki yana cho'zilar. Bitta Kursk 8 oyga cho'zildi-ku. Endi bu razvedka ma'lumotlariga bog'liq. Gapni ko'paytirmayman, iloji boricha qisqaroq aytaman. Bugungi xabar shu edi. Ya'ni harbiy masalada haddan tashqari Rossiya o'ziga ishonib qoldi. Okean ortidagi davlat meni ittifoqchim deb o'yladi va taktik jangda yutqizdi. Strategik umuman urushda yutqizgani yo'q. Jangda yutqizdi. Shu jangda yutqizdi va Belgradda ma'lum bir qismini qo'ldan chiqardi. Kuzatib borishni unutmang, like va podpiska tugmasini bosishni ham unutmang. Iltimos, agar biz bir shunaqa bo'lyapti ekan deb gapirsak, biz o'zimizdan emas, osmondan olib gapirmayapmiz. Albatta, qaysidir maqolani o'qiganmiz, qaysidir harbiy blogerni yoki harbiy siyosatchini fikrlarini o'qib qolganmiz qayerdadir va o'shanda shunaqa bo'lyapti ekan, shunaqa bo'lar ekan deb gapiramiz xolos. O'shaning uchun sen nimani bilasan demayman. Men bilaman, tilni bilaman. Tilni. O'qiyman. Va kimni o'qishni bilaman. Sizlarga o'xshab, "Voy yomonlab qo'ymagin, yomon bo'ladi" emas. Qo'rqmasdan yomonlashni bilaman. Xohlasam Rossiyani yomonlayman, xohlasam Ukrainani, xohlasam Amerikani. Tarafim yo'q. O'shaning uchun seni men tarafsizlikni bilaman. Sizdan farqli. Sizdan deganda ayrimlaringizdan farqli. Tarafsizlikni bilaman-da. O'shaning uchun bugun Rossiyani tanqid qilsam, ertaga Ukrainani tanqid qilaveraman. Indinga Amerikani tanqid qilaman. Keyin Turkiyani tanqid qilishim mumkin. Menga birov to'lab qo'ygan joyi yo'q. Lekin ayrimlaringizning fikrlaring juda yoqdi. Choyxonada o'tirgandek eshitavering. Mana shunisi yaxshi. Oson tushunyapsizmi? Hech qanday senzuramiz yo'qmi o'rtamizda? Aka-uka bo'lib gaplashib o'tiribmizmi? Akammisiz, ukammisiz? Tani joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa, mana soatimiz necha? 5 dan 20 ta o'tibdi. Iftor yaqin. Birgalashib iftorliklar qilishlar nasib qilsin. Like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Yaqinlaringizga yuborishni ham unutmang. Sog' bo'ling. Akamsiz, opamsiz.